Evet, kornis qanday onajonisi? Tug'dim dadasi. Kira tug'di. Samoxonaga tug'di. Ishlarimni qilib kelay. Dadish, men Argentinaga tug'aman. Ha, men oyligim bilan bizani g'ijduvondan yo'qqa chiqarmaydi, tupoy. Bo'lmasa tug'mayman. Xotinjon, sizga mumkin emas. Siz ikki qatsiz. Uyga borib danizni oling. Qallaysiz, shu bilan so'raman o'zi. Uni 3 oy bor tug'ishimga. Kim qiladi men qilmasa? Ay! Ha, nima bo'ldi xotinjon? Ko'p harakat qildim, bacham tepdi. Oylik oldingizmi? Ha? Psixologim aytdi, eringni oyligini ko'proq ishlatsang, bachangni ko'zi ko'karmay ekan dedi. Seni bachangni ko'zi ko'karmasligi uchun meni ko'ttanim ko'karadi. Ay, ibi. O'g'lim yugur, doktorga yugur. Onam 18-tug'ildi. Men bormayman dada. O uyalaman, bir boshqa ishim qiling dada. 18 ta bo'ldik-da dada. Ona birozda orqaga qayting, qaytmaysiz vaqti. Xotinjon, batalyon tug'amiz. Ay, dadish, men bitta tug'aman. Nimaga? Doktorim aytdi, ko'p tug'ish zarar ekan, odam qarib ketar ekan, hamma joyi osilib qolar ekan. Meni figuram buziladi. O'zimga qarayman, bacha tug'ib tashlayman. Chamasi, 18-sinfni nima qo'yamiz ismini? Tesha qo'ydik. Bolta qo'ydik. Tosh qo'y. Ibi, 5-si toshku. Turba qo'y. 8-si turbaku. O'zing o'yla. Xirez qo'yamiz. Alisher qo'yamiz. Alish qalish deyla keyin. Samir qo'yamiz. Samir xamir deyla. Sardor qo'yamiz. Sardor pomidor deyla keyin. Hech bo'lmasa obid qo'yaylik. Obid orbit bo'ladimi? Nima qo'yamiz? Internetdan to'play aytaman. Gulul mama,